kupangni qurg'ulash munosabati bilan do'konning ichidagi barliq elektr uskunalarining bahosini siz o'ylab bahmamada tushirib o'tdik. Mush uyga elektr uskunalari Bingshang, Dianshi, Shiji, andiki mushundaq Bigalo, Muncha qatorliq elektr uskunalari olgan do'stlarimiz mush qatimliq faoliyatdan foydalansanlar bo'ladi. Jurak va springlar altına qilinglar, sirvatmay bir to'liq ko'rib turinglar. Undan so'ng xonim shu kupangni qurg'ulash masalan bahosini tushirib o'tibsiz ku? Necha pul tushadingiz masalan? Bingshangning necha pul tushadingiz? Qolgan narsa necha pul tushadingiz bir tushuntirib berasiz? Ma'qul. Medining shamolliq Bingshangni 1399 qo'ydim. Ma'qush Xayrninki Bingshangni bu shamolliq tonglaydi. Buni 2300 qo'ydim. Ma'u to'tish Medining Bingshangni 2499 qo'ydim. Mushu Medininki 4 ishiga va shamolliq tonglaydigan Bingshangi 2499 qo'y. Ma'u 1300 qo'y. Bak azammo 1300 qo'y kelib qoldi ma'u. Ma'u ish qanotlikka Bingshan 2300 qo'y. Ma'ningdek hozirgi zamon moda bo'layotgan 4 ishiga va shamolliq tonglaydigani 2499 qo'y. Yo'l Bingshan almashtirmoqchi bo'lsanglar kelib almashtirsangiz bo'ladi. Andan ma Xayr Medininki 10 kiloluk Shijilarni 899 qo'ydim birodli. 10 kiloluk. İçimdeki yoğan çıktı. İçine batlı mı? 10 kilo çıkıp kaçamanlar 899 koy. Mikrop öldürüş iqtidar var. 8 kiloluk Xayr Medininkini 799 qo'ydim birodli. Ma kichik Shijini 399 qo'ydim birimize. Onundan başka ma 13 kiloluk yoğan Shijimizni 649 qo'ydim birodli. 649 koy. Onundan başka ma'ndek azam bunch lazım deydiganlar mani 399 qo'ydim berdim. Ma Xayr Medinin 50 litrlikni alımız deydiganlarga 599 qo'ydim besek bo'ldi. Bigoloning bahosini bak azam tushiribdi. 3600 qo'y. 24'lik qo'sh qozonliq chiqdi. 3600 koy. Ma michi o'chaq. Onundan başka ma michi bu shigan chiqdi, nemisin qilin chiqdi olmaydi. 199 qo'ydim birodli. Süper kapalı. Ma 500 qo'ydan satqanda ma 349 qo'ydim birodli. 9 ko'zlik chiqdi. Ma'lumma 3 yildan chiqishdan bo'lsa boshdan chiqdi asosan. Süper kapalı. Ma olsa su juqmaydigan, may juqmaydigan qozon teshib kesma yeniga serib chiqdi suyi. Buni ma 399 qo'ydan palet qildim. 70 qo'ydan satqa o'chaqlik deyman. Mustatqinlaringiz-chi? Mustatqin o'zingiz tozalash iqtidori bor. 399 qo'ylar bor, 699 qo'y, o'zini 299 qo'ydan biroddim. Maningdek uyga lozimlik bir narsani olib qolsanglar, mukofotga birma buni. Shu qanday mal olib qolsanglar, 300 qo'ydan oshqonli malan olib qolsa, mukofotga birma aytishadigan bilasizmi? Ondan başka ma'ndek jumakni tanlab olsa 72 qo'ydan 80 qo'ydan satgan jumakni 49 qo'ydan tanlab olsizlar. Suv chiqadigan narsalarni birma. Malani ham demoq do'konga kirib mal olib qolsak, malagan so'mimiz 300 qo'ydan asli bir tal birimiz. Mukofot olamiz. Ma ishkaplıçı. İşkapning 60 santligini olsa 199 qo'ydan, 70 santligini 1 tosini 230 qo'ydan, 80 santligini 260 qo'ydan 1 tosini. Ahtaq bir vassaq bo'ldi. Ananiki ma ayniga yuradigan 450 qo'ydan bir vatli. Ma beh yaxshisi, mani 599 qo'ydim birodli. Ma tonlaringiz-chi? Matonni 399 qo'ydim apirib 10 tupirmiz. 399 qo'y olib 10 tupirmiz. Maningdek shamolchilarimizni 99 qo'ydim birodli. Shamol shundoq yaxshi chiqdi. Muzdek sovuq chiqib qoldi shamol. Shamol kuchli. Shamol kuchli. Faqat 99 qo'ydim birodli. Yana undan boshqa ma Chanxuning 40 so'mlik denshiyisini 899 qo'ydim palet qilib birman. Ma Xayrning 50 so'mlik denshiyisini 1100 qo'ydim. Bəsən buldum. Mananda xvasalarımızda 199 qo'ydim palet qilyaptimi? Süper kapalet bu ishim birmi? Ma tokchasi zidon ma'nıganlarni 599 qo'ydim. Endi qachongacha kelsa mush palet qilishimiz bo'ldi? Bu paletga 5-oyning 1-kundan boshlab 7-kunigacha bo'lsin. Kes bo'ldi shuna? Kesan bo'ldi. Misal o'zingizning bahosini bir qurib oldinglar qarindoshlar, Mana shundaq Bingshanglar 1400 qo'y yaran. 4 ishiga va 2400 qo'y shundaq muvaffaq qilibdi. Mayli matn bo'lsin, mayli busat bo'lsin, mechi bo'lsin, yoki Bigalo bo'lsin, yoki Muncha bo'lsin, mana shitga bir narsadan bekorlash munosabati bilan shundaq bahosini nihoyatda to'ban qilib qo'yibdi. Uyga elektr uskuna sotib olgan do'stlarimiz fursatni ching tutib, 2-yillardan 7-yillargacha mana shu do'konga kelib elishni qat'iy unutib qolmanglar. Men chiqib o'shani adresini sizlarga bir tavsiya qilib oldin qaytdimmi, o'shani palat qilib bersak, nurg'un do'stlarimiz bak yaxshi foydalanyapsizlar. Yana adresini bilmaydiganlar jiqqa adresini aniq tushunib qo'yay. Men adresi mana shu To'qsu bozoridan Armalik kasanglar, Armalik Kondadi, burun Kondadini bilasizlar. Shuniki qarshi tarafingizda qarsangiz ko'rsizlar. Do'stona oila elektr uskunalarini maqsadish o'rni. Ana Armal Kondadi ko'rsatgan, shuniki qiypash qarshi tarafga joylashgan do'stona elektr uskunalarini setish o'rni. Hamsa 2-yillardan 7-yillargacha mushtugan kasanglar bayam degandek, mushadiki barliq elektr uskunalarini eng tuvanchak ola olasizlar. Kelishni unutmanglar, atrofdagi do'stlaringizga yo'llab qo'yinglar, foydalanib qolsin.